Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Mana 2026-yil 11-aprel sanasi bilan loviya, ya'ni fasol ekish jarayoni olib borilmoqda. Mana bu chizig'imiz 72 ga chizilgan. 55 dan tortib 75 gacha chizib ko'msak bo'ladi. Mana motoblogimiz ko'mib kelmoqda. Motoblogimiz Vema firmasi 960 ga ega motoblogimiz. Mana motoblogimiz ko'mish jarayoni olib borilmoqda. Mana loviyani mana ko'mib ketyapti. Mana loviyamiz 5 sm ko'milsa yetadi. Shunda chiqishi ham, uni o'sishi ham zo'r bo'ladi obunachilar. Mana 72 chiziqqa loviya fasoldi. Mana loviya jo'yagimiz bilan ko'myapmiz. Mana bu to'xta. Mana bu jo'yagimiz. Orqasidagi mana bu molacha. Yengil bo'lsa kerak og'irlashtirasizlar yasaganda ham. Mana jo'yagimiz. Mana bu oddiy 12 balon. 12 diska baloni. Damasning, ya'ni radnoy baloni. O'shanga mana bunday chappa og'darib qissangiz, mana 200 gramlikni chappa aylantirib qissangiz 60 likka 55 likka tushadi. Ko'msangiz bo'ladi bemalol. Mana bu oldidagi zashlik yasaganmiz. Mana bu xaltada 125-30 kg yukimiz bor. Ushlab turing. Hozir shu xaltani olamiz. Motoblokni yechamiz.